yaxshi. Mana shunday holat kelib qoladi, to'g'rimi? Raqiblaring himoyalanib qoladi. Qayr ochiq, biz qarashimiz kerak. Oyoq yopiq, bel yopiq, hamma tomon bloklangan. O'shanday vaziyatda mana belbog'da olamiz, tushundingmi? Belbog'ni olyapmiz, ko'taramiz. Ras, qo'l tutib oldim, ko'rdingmi? Bo'ldi, belbog' qo'yib yuboramiz. Mana kimonani burchagi bor-ku. Mana, ishlaymiz. Ko'ryapsizlarmi? Qo'lga yaxshilab e'tibor bering. Mana bunaqa ishlayotganim yo'q. Mana. Ras ushladim. Qo'l tirsagimga qo'yapman kontrol uchun. Bu qochib ketadi agar tirsagimdagi kontrol qilmasam bu tomondan. Tushundingmi? Ras qo'ydim. Bel qornimni ham ushlab turibman. Ko'ryapsizlarmi? Oyoq mana. Mana yerga qo'yasizlar. Buni tortamiz tepaga. Bu ketib qolmasin siljib. Tushundingmi? Ko'taramiz buni. Ras aynaldim, o'tdim. Hoppa, astomi. Qoch. Mana qorni siljish qocholmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Yana takrorlayman. Turibdi. Ras